2025-yil 21 AQSh Eronning 3 ta asosiy yadroviy obyekti Fondo, Xandas va Isfatxonaga havo hujumini uyushtirish uchun taxminan 125 ta harbiy samolyotni ishga tushirdi. Hujumning asosiy qismi 6B-2 Sprint Strels bombardimonchisiga Missurida joylashgan Uegman harbiy havo bazasidan uchdi. Bundan tashqari mintaqada suv ostida joylashgan AQSh yadroviy suvosti kemalaridan taxminan 30 ta qanotli raketa otildi. Ushbu raketa zarbalari yadroviy boyitish bilan shug'ullanuvchi yer osti majmualarini birin-ketin nishonga oldi. Bu oson tuyulishi mumkin, lekin aslida bundan ancha murakkab. B-2 kabi samolyotlarga katta yonilg'i sarflaydi va bunday uzoq masofali missiyalarni bajarish uchun havoda qo'shimcha yonilg'i quyish juda muhim. Bu yerda vaziyat yanada murakkablashdi. KS-135 Stratotanker havo yonilg'i quyish samolyoti yolg'iz harakat qilmaydi. Uni eksportda olib yuradigan FA-18 elektron kurash eskadrilya uni himoya qiladi. Ular nafaqat yonilg'ini samolyotlarini